Бабушка, спасибо, что вы меня учили, как читать и говорить на арабском. Ayam o'rgatyapti-da. Mana Yulduz 6 oy o'qib, mana Yulduz ingliz tilida arab tilida gapiryapti. Hozir bitta so'zni o'rgandi, no, u ham kerakda. Assalomu alaykum. Bu yaxshi 6 oyga. Yani дедушка спрашивает, что вы всегда вручаете. От ваших внучек Папина, и Парвина, и Регина. Ana, asalimini mana ko'rding? Mana bu yurakdan. Mana o'zi qo'rqmasdan boshqani saqlab qilyapti mana. Mana 16 yoshmi? 11 yoshda. Mana jiyan tog'aga tortadi, sen menga tortasan. Bu yerda hamma bilimlilar turibdi. Mana Xojona turibdi. Ulfat.